Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizor görüşler. İslam ve Biz programımızın 87. sayılı görüşmelerine kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqın. Qadirli görürmenlerimiz, hemen ma'lum bo'lgandek biz her haftada şu saatlerde huzurunlarda bo'layotgan programımız hali uzundan devam qilyotidi. Rabbim izin bersa, yana shu şekilde her bir Müslümanninki chuqur ro'shan dalil ustiga tushunishi kerak bo'lgan xilma-xil temalarda tafsili holatda tushuntirib ketyapmiz. Albatta Allohda shu o'tgan 2 haftada Bosniya safarimiz u bu degandek ishlar bilan huzurlarda bo'lmay qoldik. Inshaalloh bundan keyin yana davomlashtirishga tilashimiz. Rabbim umr bersa. Bugungi tema tunugimiz e'lonimizni bergandek passivlikninki, passiv dindorlikninki ta'siri va ko'rinishlari degan temada to'xtalganligimizni e'lon bergandik. Aldı bilen programımızın daimlik mehmini hammalar tanışıp olan hürmetli ustaz Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği azası şundakla Dünya Müslüman Alımlar Birliği azası Abdurrahman Cemal'ni teklif kıldık kıymetli vaktini çıkarıp keppegeldiği için köp rahmet etimiz. Allah razı olsun. Kadirli görmede programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık Naq Meydan'dan tarıqlı otudu. Ekran alda çıkıp duruyatkan numarımız şundakla İçtima Uçur vasıtadaki alakı vasıtalarımız arkalık programımızga alaqadar har qanday fikir taklif sual bo'lsa soruşunlarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizni foydalanish uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Unda o'sha programmamizga kirib ketsak, biz albatta o'tgan bo'limlardagi nimamizda oshqulluq masalasini tafsiliy holatda to'xtaldik. Ham buni dal aksi bo'lgan, siddi bo'lgan buni to'xtalib o'tish uchun o'ltiribdik. Aldı bilen biz passiv dindarlıknınki xatiri haqida bir tushuncha berib o'tib, undan keyin kirsak. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hem sana peygamberimizge dua salamlar olsun. Qaysi bir Müslümanın İslam ta'limatları, ko'rsatmalari ve prinsiplari qarta mahiyettin bekrek şekilge ahamiyet verişi, kalp paklığı ve akıl uygağlıqıdan bekerek, beden hareketiga yoki şekli hareketga ko'ngil bo'lishi bu dindarlıkning asli g'oyasini yo'qotib qo'ydi. Shuningdek jamiyatda olsun, millatda olsun, davlatda olsun, qaysi sohada olsun mag'lubiyatga boshlab bordi. Çünkü dindarlıknınki naqsi qalb islohati ve aql hareketinden ibaret. Çünkü Peygamberimiz bu noktani ifadalab ala inna fil jasad muzg'at. Her bir aydan alayda askartib inson bedenida bir a'zo var. Mush a'zo tuzalsa inson rusmağıdı, tuzuludu, ıslah oludu, işleri doğru oludu. Eğer bu a'zo buzulsa, yani manevi cihetten, fikri cihetten, akidi cihetten, tasavvur cihetten buzulsa, bedenin hammasi ahamiyatsiz oldu, gereksiz oldu, yoldan çıkıp buzuldu. Bu a'zo nimasi qalbdan ibaret. Demek insanın kalbi, akidini qabul qilish sağlam bo'lsa, qaror elishda sağlam bo'lsa, tasavvur qilishda sağlam bo'lsa, insanın bütün a'zolari to'g'ri yo'lda kirgan bu. Agar bu qaror markazidan chataq chiqib qolsa, u vaqtida insonning ideyasi, tasavvurlari, gap so'zlari, ish harakatlari hammasi xato yo'llanishga mangadi. Bu dinninki mohiyati mishadi. Shunga insonning qalbini poklash demak, qalb islohati ahamiyat berish demak, bu dindarlikning haqiqiy mohiyati. Çünkü kalbi paklangan, kalbi ahamiyet bergen insan birinci olup Allah bilen bo'lgan munosabatini yaxshilaydi. İkinci olup insanlar bilen, qarindoshlar bilen bo'lgan munosabatini yaxshilaydi. Üçüncü olup kainat bilen yoki hayotlik bilen yoki tabiat bilen bo'lgan munosabatini yaxshilaydi. Çünkü karar merkezi bu. Şuna aqidini yoki iymonni, islom dini qalbning tasdiqiga bog'lab etgan. Bu sebepten kalbini ıslah qilishdan,
ve aqlini nurlantirish uchun ojiz kelgan har qanday bir inson boshqa har qanday sohada mag'lubiyat kuchaydi. Qalbini isloh qilishdan ve aqlini nurlantirishdan ojiz kelgan inson boshqa sohada albatta ojiz o'rin uchib qoldi, ojiz keldi. Navoda qalbi poklanmagan, aqli ochilmagan, ansapaz töven bo'lgan bir odamga bir mas'uliyat berilsa yoki bir mas'uliyat yuklansa, u mas'uliyatning huddisidan chiqolmaydi. Bu mas'uliyatda mag'lubiyatning o'rniki bo'lib maydonga chiqadi. Onun üstüge bu adamlarga, yani bu iki xil meseleге ko'ngil bo'lmagan odamga bir qiyinchilik, musibat, xafalık kelib qolsa taqobil turolmaydi. Sınaq kelib qolsa bardoshlik berolmaydi. Suv qayonga oqsa shu yonga oqadigan bo'ldi. Maydonsiz holat shakllanadi. Hayotning to'lqini bu odamni xohlagan tarafga supurib ekitadi. Demek qaysi bir insonda diniy jihatdagi mag'lubiyat yoki dunyoviy jihatdagi bir mag'lubiyat paydo bo'lsa, mana mushu nuqtada shakllanadi. Ya'ni qalbning pok bo'lmasligi va aqlning uyg'onmasligidan dindagi mag'lubiyatmi shu yerdan kelib chiqadi? Dunyoviy mag'lubiyatmi, siyosiy mag'lubiyatmi yoki boshqa mag'lubiyatmi shu yerdan kelib chiqadi. Bu passiv dindorlik jamiyat yoki millat yoki bir vatanning mag'lubiyatiga ham sabab bo'lib qolmasdan yoki shu jamiyat yashaydigan insonlarning boshqa millatlarning orqasida qolib qolishiga ham sabab bo'lmasdan mazkur millatni yoki shu millatni ig'ir xafalikka tiqib qo'ydi. Ig'ir kulfatga duchor qiladi. Demak, bu yerda passivlik bor demak, abgorlik bor demak. So'ralmalik bor demak. Qochqinlik bor demak. So'g'uqlik bor demak. Berilmesi hararet olan muamele kılanmazlık, iradelik bulanmazlık, kesenmezlik, cüret kılanmazlık, keskin meydan tuğmağa diken bir yerde bütün kapılıkların hemmisi meydana çıkıyor. Onun halkıp ötep İslam'ın şerifine, İslam'ın ruhuna bu pasiflik dağda eküzdü. Del bugün biz Şerq Türkistanlık'ın ki ahvalini misal kıysak del şu. Ne için biz bugün bu günü kap kaldık? Kapırlıkımızdan mı? Yok. Adamlar Müslüman. Müslüman taraf ne için müşkünü kayıp kalıyoruz? Del pasiflikimizden, del ebgalıkımızdan, del kalbimizden ıslah olmaganlıktan, del aklimizden ki uyganmaganlıktan, del dinimizde sağlam düşenmegenlikten. Bunun hemen hulasılığa vaxtıda pasiflik. Yani dindarlık pasiflik, yoki pasif dindarlık del bugünkü xapalıkla, dini cihatdagi, dunyoviy jihatdagi xapalıkның manbasi mishadi. Bunda da işimiz sebep nima desa, chunki axloq ibodatga bog'lanmasa, siyosat aqidaga bog'lanmasa, sharkat ideyaga yoki fikrga bog'lanmasa, bu vaqtda samimiyatsizlik maydonga chiqadi. Qo'pol til bilan elib aytgan vaqtida saxtpazlik maydonga keldi. İxlos yo'qaydi. Bu bo'lmagandan keyin dinning maqsadlaridan, prinsiplaridan kechish kesili maydonga chiqadi. Ish buninglar tugamaydi. Yana bu yerda hasadxo'rlik, manmanchilik, shuhratparastlik, mallam bo'lsam bo'ldi deb qarash yoki o'zidinkilam to'g'ri deb qarash, shaxsiyatchilik, boshqalar yomon ko'z bilan qarash, qarindoshlariga va millatiga ziyonli ish bo'lsa-mu, uni gunoh deb qarab sanmaydigan illatlar bir surishga boshlaydi. Passiv dindorlikdan keyin ahvoli shu. Natijada bu turdagi odamlardan na dinga, na millatga, na vatanga foyda kelmaydi. Foydali ish qilaman deb maydonga chiqqan bo'lsa-mu, cho'ng ismlar bilan bir haykal, qurilma, tashkilot binas qurgan bo'lsa-mu, foydadan ko'proq bu odamni passiv bo'lganlik uchun ziyon ekan. Birlashtiraman deb birlik nomini qo'yib olgan bo'lsa, buzadi, parchalaydi. Nimishqas passiv.
dinning ko'rsatmasiga passib, Qur'onning ko'rsatmasiga passib, sunnatning ko'rsatmasi passib bo'lgandan keyin bu nega tayinadi bo'lsa, nafsiy xohishiga tayinadi. Havo havasiga tayinadi. İlahi ko'rsatmadan o'zining nafsiy xohishini oldin qo'rg'on qo'yib birlashtirman deb natijada millatni bo'ladi. Bugungi reallik buni ko'rsatib turibdi. Chunki Qur'oni Karim bizga va'tasimu bihablillah. Allohning yo'li bo'yicha qilsang birlashalaysan dedi. İslamning ko'rsatmasi bo'yicha harakat qilsang bir nuqtaga kelalaysan dedi. Ammo bunday bo'lmadi. Nafsiy xohish, shaxsiyatchilik, manmanchilik, o'zini ustun o'rin qo'yish degan o'xshash bu turli illatlar, ya'ni mundashilib aytgancha dinning ko'rsatmasiga passiv maydonda turish bugungi bu ahvolni keltirib chiqadi. Demak, bundan nimani xulosalaymiz-da? Passiv dindarlik yoki passiv dindarlikning zini uçq aşkar olan dinsizlikten mi ağır hesaplanır? Xoş. Nima uchun degan vaqtida uçq aşkar dinsizlik yoki otizmni qo'yib qolsa, uning xatar aşkari. Uning har bir odam samimiy bo'lgan odam diqqat bilan muomala qiladi. Ammo soxtipaz bo'lib olsa, shaklvoz bo'lib olsa, qalbi nachar, qalbi pasat, vijdoni abga, shaklga ko'ngil bo'lgan yoki vaizlik deb atalgan yoki bir o'lima deb atalgan yoki damıllı deb yanlış qiyafat kirib olgan ziyoli bo'lsin, yannim bo'lsin, qalb poklanmasa, aql o'nglik bo'lmay qolib qolsa, bu odamlarning passivligi og'ir darajada ziyon ekan. Bölünüş, parçalanish bütün musibatni sababchi bo'ldi. Dal bir millat vayron bo'lgan bo'lsa, bir vatan qo'ldan ketgan bo'lsa, bir madaniyat yiqilgan bo'lsa, dal passivlikning natijasi iborat. Xo'sh. Hakikaten hem şu biz yukarıdaki bölümlerde sözleyen aşkulluk nima işe kirip kalgan bizim milletimizdeki içindeki reallıkı qarasak, yani o aşkullukka kirip kalganlardan bekrek pasiflikka kirgen yukarıda söylengendek kişilerinki qanchalik ko'p ekanligini his qilalayotganmiz bunu söyleganimlardan. Hem de şu pasif dindarlıkning ifodaları haqida biraz. İslamni Qur'on sunnat mujassamlashtirib bergandek bir butun holda tushunolmaslik yoki tushunmaslik va dindarlikning taqozzosini bilmaslik, passiv ongdagi diniga passiv qaraydigan bir turkum insonlarni, bir turkum yoki bir qism insonlarni qanday holatga olib qo'ydiysa, bugünkidek Şarq Türkistanlıqlarının yoki Uyg'urlarninki xafalıqqa duchor bo'lishi, og'ir darajada musibatga duch kelishini dinga, dindarlikqa atib qo'ydigan illat shakllandi. Bugungi bizning bu kuni qilishimizning sababi dal dindan va dindarlikdan kelib chiqdi. Buni kim da'vatudi yoki kim o'ttirib tashlab İslamda bir butun tushunmagan ve dindarlıkның taqozzosini bilmagan passiv dindarlar ya passiv odamlar da'vatidi. Shunga bular dinda ching turishdan qochiryapti. Yoki dinda unchalar ching turib olmasak bo'ldi. Biz boshqalarning yordamini akalish uchun bir yilman shakldagi bir odam bo'lsak bo'ldi. Yoki g'arbcha musulmon bo'lsak bizga yetdi. Bugun kunlikda turib ba'zanlar deydiki, turk desakmi yordam bergin olmaydi, musulmon desakmi boshqa yordam bergin olmaydi. Faqat Uyg'ur deydi. Mağma siyasi jihatdan qisman to'g'ri deydi. Shakl jihatdan. Ammo dinda mustahkam turish, dinning ko'rsatmasi bo'yicha ching turishni bular xafalıqning manbasi deb qarayotgan odamlar. Usmu musulmon, o'zi musulmon balki namoz o'qiydi. Balki yilda bir vaqt ro'za tutadi. Lekin passiv dindarlikdan, dinning mohiyatini maqsadini bilmaganlikdan sababni dinga atib qo'ydi. Bu turdaki insanlarni passiv dindar deyishganmi masalan? Yani dinni tushunchasiga passivlik, ya'ni abgalik degan gap. Şu dindar degan dindarlikda ijobiy holati yo'q, ijobiy holati bo'lsa saqlanadi. Şu passiv deydi. Yani dindar, men dindarmi deb qaramaydim menchi ko'pinchisi. Men dinsiz demaydi-ki ular. Dinsiz demagan bilan yani musulmon deydi. Shunga biz bosh ko'chining atalg'usida emas, biz oshqun
Dindarlık aşkınlık dedik. Yani dinin ko'rsatmasini oshirib xatolashganlar dedik bir turkum insonlar. Bu az nisbatni geldi. 2%, 3% yoki eshib kelsa 5% değil. Uyg'ur jamiyatiga, Sharq Turkiston jamiyatiga nisbatan. Muhojirat nisbatan 10-15% deydi balki. Ammo yani bir passivlik, shariatning ruhiga amal qilmaslik bu ko'p nisbatni egallaydi. Mayli yurtimizga tava bo'lsin, mayli muhojirat hayotida bo'lib qolsin. Bu dinsiz emas tabii. Şu atalgı masajırıp aşkı, dindarlık, aşkınlık, dindarlıktaki pasıp. Çünkü o dinsiz demeydi özüne. Pasık desek, katı kaçır keldi. Kapır diyemeyiz. Çünkü dinde çıkıp ketken bir nimesi yok. Hüccet olması degenim miydi? Ama hal ahvali, isimde var, emeliyeti bulmaganlık için şuna pasıplık deyimiz ki. Bazı gapları dinden tamamen çıkarıldığın derece gaplarını kılalaydı ki. Onu Şunu inşallah kıymamız aldığımızki bölümlerde bu ictimai uçur vasıtadaki ne kadar insanın için durduğun o dinge kılınan hakaret, Kur'an'ı alıp bu zamanı maskeme digide derecede gaplarını kılıvatkan bu türdekilerin ki buların bence pasif dindarlık diyen sahaya kategoriye kirgizişken bulması mümkün. Buna biraz bu türdeki insanlarla ayrım bir sohbet kılışımız gerek de karayım. Onun belki ayrım toktalsak, ayrım başı bir atalı diye yaşıyor. Ben umum bir noktadım. O bir neçe barmak toktaydıgan, cemiyetin egzibas kıldıgan bir kısmı Xitayning şpiyun casusları bu kalemkeş yazgıçlarının ki bir kısmı kallısından ketkeldi. Milletki hizmet kılman dedi ama milletten ki örp adatine, milletten medeniyetine, milletten akidesine kımmet karşı hürmetmedi. Lider de dava kıldı. Saklı bu. Sen lider olarsan millet kim lider? Uygur millet. Ne var? Uygur milletinin tanıgan bir akidesi var. Kimligi var, kımmet var. Bunu hürmetlesen sen lider. Bu Müslüman değil. Bunu düşünmedi. Şu an biz o temaya ayrım kiremiz. Hoş. Bu temimiz gelsek, bu İslam'ın ruhini ve oturhallık karakterini düşünmegen bu pasif adamlar azgın bir kısım aşkın adamlarınki ahvala karab hakiki dindarlıkını xatar deb qarmoqda, yama yerimeydi. Hoş. Bu aşkınlık desek, aşkınlık fikir kirib qolganda 5%dir. Belki muhacirdir. Ama xalq milletga nisbatan yo'q nisbati 1% yetidi yoki yetmaydi. Muhacirat hayotida yoki chet eldagi ozg'in sondagi bir qism oshqunlar sababidan bu dindor bo'lsa hammasi ayda oshqun bo'ldiga o'xshaydi. Hammasi ayda chatoq chiqadiga o'xshaydi. Deb bu haqiqiy dindorlikni xatar deb qaramoqda. Haqiqiy dindorlikni bu passiv odamlar siyosiy harakatga, siyosiy kurashga ziyonliq deb qaramoqda. Hoş. Tabii bir kısımlarından ki. Hem de deydi ki bu chet elliklerinin bizni qutqizuv edishi ve bizni azat qilishi, yani bizga yordam berishga eng cho'ng to'sqinlik bek dindor bo'lib ketish. Deydigan bu falsafa, bu ankir bo'ldi. Shu passivlikdan qilyapti işte. Agar bu islomning ruhini tushungan bo'lsa, islomning xarakterini tushungan bo'lsa, Hoş. o'zining islomida musulmonligida samimiy bo'lgan bo'lsa, bu xil holatga tap qolmagan bo'ladi. Şu an bunu biz passivlik dedik. Çaraylıqraq. Çirelik atamız. Hoş. Bu türlü passivlar başkalarını sağlam dindarlıktan çıkarıp ötüşten bir günah olduğunu oylamaydı. İnsanlarını dindarlıktan yıraklış çakasat insanlar ne kadar ümmitsizlik basıdığanlığı, insanların ne kadar düşkünleşip gidiğanlığı, iradesi gidiğanlığı, kanı verenmeydiğanlığı, can verenmeydiğan, naçar halet ekkep koyduğanlığı mı iskılanmaydı? Nimişkas özü can verdiğin yer yok mu? Kan verdiğin yer yok. Bir adam bir canlı vermen ise bu iman royu olgan çağda, bu yürüke ot ağan çağda verdiğin neyse o. Allah'ın rızalığı bağlanılan çağda kan vergin olurdu. Özünün balısıdan keçip, ayağıdan keçip, hemen aslan keçip kıldığın iş, bu fakat Allah'ın razılığı beni cennet kütüp durdu deyilgan, bu akide olgan çağda verdiğindir. Eğer bu akide bağlanmış, bu ruh yok. Bu insanı dinde suslaştırır, en ümitsizlikle, biçarlıkla, ruhsuzlukla, iradesizlik başlattı. Halbuki bu biçar bunu bilmiyor. Dindarlıkta suslaştırış, yoki kaçırış, İslam ko'rsatmalariga parvo qilmaslikqa yoki töven ko'rashga yoki ishimiz bo's bo'ldi deb lan kichikkina bir ishni deb oxiratda jahannamga safar qilishga haydakchi yoki sababchi bo'ldi. Buni mi bilmaydi? Qilgan ish oqidi yoki oqmaydi. Bir gumon bilan, bir faraz bilan kallasiga
keskin bo'lmagan ish bilan Xo'sh. o'zining va boshqa nurg'un insonlarning jahannamga menishiga yo'l hazırlaydi. Neden ise, sebep nimasi? Passivlik. Halbuki biz İslam dinimizning ruhiga, maqsadlar qaraydigan bo'lsak, bu din insonning aqidasi, tafakkuri, tasavvuri, ish harakat faoliyati, dünya karşı siyasi, ijtimoiy, iqtisodiy bütün faoliyatlarni o'z ichiga olgan mukammal bir din. Shunga qaysi bir inson İslamga iymon keltirgan vaqtida, mush e'tiqod bilan iymon keltirsa, İslam bir butun din, hayotning hammasini o'z ichiga olgan, insonni bu dunyoda ham oxiratda ham baxtli qila oladi, to'g'ri yo'lga yetaklay oladi deydigan. Bu e'tiqod bilan e'tiqod qilsa, uning e'tiqodi sog'lom e'tiqod bo'ladi. Agar unda qaramay, bu islomga faqat namoz o'qib qo'ysa, azroq pul topgan bo'lsa, zakatini berib qo'ysa, yilda bir qatim ro'za tutib qo'ysa, umrimizga qatim haj qilib qo'ysa, tugdi deydigan shaklga aylantirib olgan bo'lsa, yoki zohiriy ibodatga ko'ngil bo'lib, qalbi qarshi butun pasandlikka to'shab ketgan, aqli qarsa idisi bulg'angan, bu holat kirib qolgan bo'lsa, bu odamdagi holat sog'lom e'tiqodni ko'rsatmaydi. Sağlam dindarlıkni ko'rsatmaydi. Agar o adam dinni shu tar doira kirgizib, mushunday iborat, bu islomning siyosat bilan aloqasi yo'q, davlat bilan aloqasi yo'q, vatan millat bilan aloqasi yo'q, falsafa bilan aloqasi yo'q, madaniyat bunun aloqasi yo'q deydigan ankab qolgan bo'lsa, dal bu al-manzumni shakllantiradi. Ya'ni al-manzumni yumshoq til bilan bilsak, ikki qism bo'lindi, birisi tamoman dindan chiqarib turadigan, birisi qisman xabalaq taraydigan yoki xatoga boshlaydi. Bu yani yerim musulmonlarga kelib qo'ydi degan. Shunga gapni qilganchada o'ylab qilish lozim. Islom nomini so'zlagan bo'lsangiz, yoki islom to'g'risida buni tushunib qilish lozim. Bu islomning haqiqatini uni bilib gap qilish lozim. Xo'sh. Demak, passiv holat, passiv dindarlik shakllanib qolsa, bu o darajadagi xatarlikka ega. Shuningdek, Qur'on sunnatni o'z ichiga olgan bu islomning, ya Qur'on sunnat manba qilgan bu islomning bir qism ko'rsatmalariga amal qilib, bir qismiga amal qilmaslik. Ya'ni o'zidanki ko'ngliga yoqqaniga ma'qul deb yoqmaganiga ma'qul demaslik yoki qabul qilmaslik. Yoki Qur'onga ishini bir qism kazzab soxtipazlar uchun zamonimizdagi biz sunnatlar ishimiz yo'q, faqat Qur'onga ishim degan Qur'onchilar da'vo qilgan bo'lsa, bu dal passiv xiqtor va taqim aniq qilib aytgan joyda og'ir darajadagi ozg'unlikdir. Yoki ozg'unlik hisoblanadi. Shuningdek, qaysi bir kishi o'zi musulmon deb da'vo qilgan qaysi bir kishi islom ko'rsatmalariga passiv maydonda bo'lsa, ya'ni sovuq muomala qilsa, ya'ni bir hurmatlash tuyg'usi yo'q, qadrlash tuyg'usi yo'q holati bo'lsa, yoki masxir qilsa, islomning keskin bir hukmni masxir qilgan bo'lsa, yoki islom ko'rsatmalariga amal qilayotgan sodiq musulmonlarni zanglik qilgan bo'lsa, bu nimani ifodalaydi? Hem çıraylık talaffuzuyla aytgancha, sözüyle aytgancha passiv ebgalik Qur'onning talaffuzuyla aytgan vaqtda munofiqlikni ko'rsatadi. Chunki Qur'on Karim bu vaqtda allazina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minin. Mu'minlarni masxir qilganlar deydi. Ya'ni kuchining yetishicha amal qilayotgan, kuchining yetishicha islomga xizmat qilayotgan, amal qilayotgan mu'minlarni masxir qilganlar, biz uni zanglik qilib oldik, ko'zgilimlik deydi, amaliyotda Alloh taolo bularni masxir qiladi. Ya'ni o'zini masxir qildigan yer keltirib qo'yaqliq bo'ladi. O'zining kimligini parchalamoqda. O'zining oxiratligini ziyon tortmoqda. Ig'ir oxiratga borgancha azob elmi, ig'ir azob qiladi bo'ladi. O'zining abgaligidan sir, o'zining passivligidan sir, Qur'on sunnatga aniq hujjat asosan amal qilayotgan sodiq musulmonlarni zanglik qilish, masxir qilish yoki ko'zgilmaslik yoki haqorat qilish bu oxiratda ig'ir hisobga, azobga boshlab boradi. Demak, xulosaga vaqtimizda temini iymonda mustahkam turolmaslik, ideyada sog'lom bo'lolmaslik, islom ideyasiga uyg'un holatda, ibodatda samimiy bo'lmaslik, ixlos bilan qilolmaslik, axloqqa rioya qilolmaslik,
ve siyasi kurashni bugun eminim misol bersak, buni aqidadan tamamen chiqarib o'tib, bu siyosatning axloq bilan aloqasi yo'q, aqida bilan aloqasi yo'q, qalbimiz kelgan bo'yicha to'g'ri bo'lsin, xato bo'lsin, qasul bo'lsin qilaveramiz deydigan bu ankab qazib bu dal passiv dindarlikning alomatlari hisoblanadi. Xo'sh. Haqiqatan Rabbim o'z panohi saqlasin har qanday bir musulmonning bu xil ahvolga tushib qolishini. Hamda yuqorida so'zlab o'tilgan bir insonningki o'zini musulmon deb turib yuqoridagidek shundoq qo'rqinchli, echinishli fikrlarga, tushunchalarga kelib qolishining nurg'ulg'an eng chong sabablarini jahillik desak, boshqa yana nurg'ulg'an sabablar bo'lishi mumkin. Hamda bundaq bo'lib qolishningki passiv dindarlikning sabablari haqida biroz dindarlik bugungi zamonda ko'chining tilida emas. Ya'ni islomga amal qilaman deyish yoki o'zini musulmon chaqlash yoki men dastlab aytgan musulmondachilik deydi. Musulmondachilik bugun kunlikda ko'plagan kishilarning tasavvurida bu aqliy iymondan taqlidiy iymonga aylanib qoldi. Ya'ni aslida bu iymonni o'zi bir anqirib, tushunib, nima uchun mushtaq dedim? Nima uchun Allohning oldida mushtaq berdim? Nima uchun shahodat kalimasini aytdim? Nima uchun islomning bir butun hayot falsafasi deb qaradim? degan bu narsani anqirish kerak. Nima uchun musulmon bo'ldimsa, cho'nglar shunday ekan deb ketadigan bu holatga kelib qoldi. Allohning talab qilganimi aslida bu yerda aql bilan tushunib turib iymon etish. Shunday dastlabda bilib ish qildi. Fa'lan. Aqidaning ruhsizligi. Aqida bo'lmasa bugun kunlar kishilar aqida bor Xudoga shukr edi. Altı imanını bilemen deydi, bir minut yadlab bir. Ama bunun ruhi var, bunun taqazzası var. Siz kılıvatkan fikir, tasavvur, yazma, söz yoki qanday bir ish qilib qolsangiz, hammasi yetakchi bo'lgan bir rahbar deb qarayanmaslik, bu dal aqidaning o'lik ekanligi, aqidaning ojiz ekanligining ifodasi. Ibodatninki keng doiradan tar doir kirib qolib faqatlam zohiriy ibodatga, ya'ni namoz, zakat, ro'za chekilinib qolishi. Qolgan ijtimoiy harakatlar, siyosiy harakatlar, idora xarakterlik, davlat idora qilish deydi. Deganga o'xshash bu ishlarni ibodat deb qarayanmaslik. Bu passiv dindarlikning ifodasi. Dinni bir butun tushunmaslik, dinning maqsadlarini bilmaslik, dinni yoki ijtimoiy hayotni axloqdan ayirib o'tish, siyosatni aqidadan ayirib o'tish, şirketni ideyadan ayırib o'tish, bularning hammasi dal passiv dindarlikning alomatlari. Shundaqlam vahiy bilan aqlni bir-biriga so'qashtirish, islomning bir butun hayot metodi yoki hayot falsafasi deb qarayanmaslik, buning hammasi dal passivlikni keltirib chiqargan eng chong omil. Buni qisqa aytganda jahillik deb sifatlash mumkin. Ammo bir oz yaygan vaqtida bu butun yuqori doiralarning hammasini o'z ichiga. Jahil desak ba'zanlar doktor, ba'zanlar uningda yuqorisi professor deydi. Ammo shariatning maqsadini o'zi e'tiqod qilayotgan dinning maqsadini bilmaydi. O'zi e'tiqod qilayotgan dinninki prinsiplari bilan aqlni zidlashtirib qarab o'tirdi. Bu dinning dunyo qarashi bilan boshqa uyg'un kelmagan narsalarni maydonga tashlab o'tirdi. Bunun sebebi dal passivlikninki ifodasi. Demek bu dinning ko'rsatmalari sus qarash yoki passiv holatda qarash bu millatning birligini va millatning birligiga va siyosiy kurashga ig'ir deb ziyon olib keldi, ham olib kelmaydi. Passivlik burundan tortib hozirlamas. Millatni birligiga bo'ladigan shu. Siyasi hareket olsun, cihadi hareket olsun, köreş hareketi ya başka bir narsa deb ataylı, bunun hammasi ig'ir darajada ziyon ekilgan narsa dal passiv meydan turish. Agar ijobiy meydan turgan bo'lsa, bu ishlar oldi qarab menish kerak, taraqqiy qilish kerak, gullanish kerak. Agar oldi qarab mangan bo'lsa, dal bu yerda nima mavjud desa, passivlik mavjud. Nemishqa bu passivlik millatning birligiga ziyon keladi, siyosiy harakatga ziyon keladi. Chunki passiv odamlar islomning ko'rsatgan amal qilmagan vaqtida ya butun amal qilmadi, ya xo'sh qilib amal qilmadi, ya yoqtirmay amal qilmadi, ya unutib qolib amal qildi. Qaysi bir sabab amal qilmagan vaqtida, ya yomon ko'rgan vaqtida, ya kamsitgan vaqtida nima yuz bersa, bu vaqtda millatning kimligini parchalashga sabab.
Bugun kunlikda kimlikni bölmekdi. Uyg'urlik bilan, Türklik bilan, musulmonlik bilan parçalanmak. Amaliyotda üçü bir biz ayrılmayalım. Her bir taqashmaydigan parçalanish qilmoqdi. Millatning qimmat qarashlarini kamsitmoqdi. Ma musulmonlik qaranglar. Ma arabning dini qaranglar. Ma o'ttir sharqlik qaranglar. İslamning ko'rsatmasini bayon qilsa bugun kunlikda yoki mutafakkir mujtahid bir olimninki so'zini naql qilgan vaqtida ma o'ttir sharq qaranglar. Xo'sh. Bu eng ig'ir fasiqlik bu. To'g'ri biz arab emas. Alloh bizni Uyg'ur yaratdi, faxrlanamiz. Uyg'ur deb yaratdi. Turk irqidan qilib faxrlanamiz. Musulmon qilib buni faxrlanamiz. Uchini bir-birimiz so'qashtirmaymiz. Ammo bu yerda musulmonlar bir ummat degan bu aqidaning ro'yi bo'yicha dunyoning qaysi bir yerda bir musulmon bo'lgan bo'lsa, uni so'yish, uning yuztashlik qilish, uni yaxshi ko'rish bu iymonning taqozosi. Qanday turib yani biz seni arablik bilan, bizni hindistonlik bilan, yana biz seni amerikalik qil deyolmaymiz. Bizni faqat tutib turgan narsa faqatlan aqida. Aqida falsafasi aqida ro'y. Şunu bir yerda dellekkaga vaqtida arabning dini, arab ko'z qarashi yoki u bu degani dal bu qalbidagi marazlikning ifodasi. Aqliningki nima bo'lishidan, qanday unvonda bo'lishidan qat'iy nazar, taq zalolatda zulmat ekanligining ifodasi. Tun Qur'on va ma yu'azzim sha'airalloh fa inna min taqval qulub. İslamning ko'rsatmalarini hurmatlash taqvolik. Uning aksi bo'lgan vaqtida ko'zga ilmaslik, zanglik qilish bo'lgan vaqtida nima ko'rsatdi? Fasiqlik. Zalalet azgınlık dedi. Demek bir yerde bazı bir meselede kallam geldi ya ki cahan kötəmid degen bilen qıyıp ketkirilmaydı. Biz bir nas itiqad qıyğan bolsaq canımızı vermez dep qaldık. Xo'sh. Şunun için itiqadımızın canını vereliyiz. Dinimiz üzanı qoğdadı. Vatanını qoğdadı. Milletini Müslüman xalqını qoğdadı. Bunun için canımızı vereliyiz. Bu aqidaning ro'yi bo'lgan. Çünkü bu aqidaning doirasiga masalalarda gapni qiyğanchalik belib, o'qib, tadqiq qilib qilish lazım. Xo'sh. Bu passiv ebgalik yana buningdan sirt adab axloqsizlikninki. Axloqsizlikning avjal sababi bo'ldi. Masalan, bugun kunlikda tor dunyosi qaragan vaqtida tillash, haqoratlash, g'ayvat deyli, suxanchilik deyli, po'chilik deyli, haqavurlik deyli, bir qancha xil illatlar uchqab turdi. Xo'sh. Buning sababi nima? Dal passiv dindarlik. Dindarlikdagi abgalikdir. Tanqid boshqa, haqorat boshqa. Tanqid insonning shaxsiyati qartilmaydi, o'ttirib qo'yilgan fikr haqida yoki ish harakatining to'g'ri xato bo'lishi yoki foydasini haqida talash tartish qilindi. U har zaman ochiq yo'l qo'yilib, tashabbus qilindi. Ammo insonlarning shaxsiyatiga chaqilish bu dal hadis ko'rsatganda sibabul muslim fusuq degan doira kirib qoldi. Bu shariatning ro'yiga amal qilgan bo'lsa, bu passiv holat kelmagan bo'lsa, bir-birini tillaydigan, haqorat qiladigan, tuhmat qiladigan bu xil holatlar jamiyatda shakllanmagan bo'ladi. Shakllanib nima uchunsa, dal dinning ro'yiga amal qilmaganlikdan, dinga ijobiy qaramaganlikdan, passiv holatda turib bo'lmoqda. Fikr qalam qanchalik turdi passivlik. Nima qilsa, millat musulmon bo'lish xarakteri bilan islom ideyasini tutib mangan bo'lsa, bu passiv odamlar boshqa bir ideyani ko'tarib chiqadi. Binomlar var. Bu yerda to'qinish kelib chiqadi. Boshqa ideyadan foydalanish masalasi ayrim bir masala, ammo boshqa ideyani tamoman islom ideyasiniki qarama-qarshi qo'yish u ayrim bir masala. Biz bu vaqtda ilgari ko'p to'xtaldik. Shundaqla bu passiv holat shakllangan vaqtida mandan parcha-parat ushaq masalalarni o'tirg'a chiqib, millatning aqlini, zehnini avval qilish ahvoli kelib chiqadi. Millatning aqlini xo'r to'tadi. Buni nimaning ifodasi? Passivlikning ifodasi. Shuna bir qism kishilar qarasa, islomni bir chunqurroq bir tadqiq qilib, izlanib, tekshirib boqmay, birasining ko'z qarashini o'qigan bo'lsa, ba'zi yoki bir Uyg'urcha Qur'on Karimdek bir narsa o'qigan bo'lsa, hajjini o'zini o'lmas sanab bilan
Masaldan bizne o'ttiroq chiqardi. Yoki biz sizga qalpoqdan bizne keydirdi. Yoki din haqida bilmaydigan masalada jo'laydi. Ammo tahlil qiladigan buning bir qoidasi va asosi va har bir ilmga o'xshash. Bu oyat hadis tahlil qiladigan buning bir qoidasi bor deb uni rioya qilmaydi. Şuna bu turdaki pasif adamlar bugün kunlikda nima ish qilyapsa, bu siyosiy harakatni dindan uzoqlashtiraylik deydi. Bugungi ozodlik harakatini buni dindan, dindarlikdan, dindarlardan uzoqlashtirish lozim. Unda kim bilan Xitoy bilan qilamiz? Yo'q, Xitoy bilan qilmaymiz deydi. Uyg'ur bilan qilamiz. Ya'ni dindan chiqib turib, dinning ro'yida emas, xohlagan bo'yicha kim bo'lsa bizning qushqida o'tirib turib qilamiz deydi. Yani enak bizden nişanımız yok, enak bizden xaritimiz yok, enak prinsipimiz yok. Nerede payda gelse, doğru olsa hata olsun şu yani uçumuz değil. Mevcut musun? Mevcut. Şuna milletine kıymet karışlarını közgülmezlik, bazı da kemstiş ahvalları bir çıkıp kaçtan sebebi del, muşu pasiflikten gap çıkmakta. Bu reallik mı? Reallik. Biz yukarıda to'xtalib o'tganimizda aşqulluq ağır derecede afet olgan bolsa, bunu ko'rmaylar, aşqulluqdan ağır derecede bir afet ekanligi. Bu pasiflik ondan halqib tushadigan, balki uni qilishmaydigan bir afet. Yuqori deganimizda aşqulluq bir qancha % odamlarda tashkillangan bolsa, paydo bo'lgan bolsa, ma pasif holat turish yoki dinning ko'rsatmasi, hududi, doirasida ma'nonmaslik. Xo'sh. Aqida jihatdan, fikriy jihatdan, siyosiy jihatdan, tasavvur jihatdan, harakat jihat ma'nonmaslik bu ko'plagan odamlarni o'sishiga kelib ketadi. Namoz o'qimaydigan, zakat berib bermaydigan, ro'za tutmaydigan, islomningki axloq rioya qilmaydigan, qaysi bir saada xizmat qilishga ketadi. Ko'p sonli odamlarni bu o'sishiga keldi. Shunga bu islom ko'rsatmalariga pasif meydan turgan bu adamlarda ideyi cihetten, yoki siyosiy jihatdan, yoki axloqiy jihatdan, yoki tashkiliy yoki bir taraflardan bir chataq bir yal chiqib turdi. Bugun menda o'z ertasi o'zgarib qolgan sabablar dal pasif dindarlik gap chiqdi. Gerçi ismi qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Demak, jamiyatimizda yuz berayotgan va bir qancha asrdan, ya'ni bir asrdan beri bizda davomlashib bu xorliqdan mustamlikdan qutulanmagan bo'lsak, buning sababi nimasi? Dal diyanetçiligimizdeki ya musulmonchiligimizdagi pasiflik sababidir. To'g'ri, bir bo'lak odamlar oldingi safda turdi. Bir bo'lak odamlar maydon turdi. Bir bo'lak odamlar jang qildi, jihad qildi, davomlashdi. Ammo millat xarakterlik ko'p sonli odamlar qanday holatda so'ralmalar qilib oldi. Pasif maydon turib oldi. Havu deyishmadi. Buning natijasida millat bir asrning bu xafalıqdan, bu mustamlikdan, xo'rliqdan qutulanmadi. Bunun asas sebebi nimasi? İslamni bir bütün tushunmaslik, sağlam tushunmaslik ve pasif dindarlik. Yoki pasiflik. Xo'sh. Ko'p rahmat. Misollar bilan yaxshi aytib berildi. Endi programning oxirida shu yuqoridagi balkim pasiflikniki alomatlari degan javobdan bir tushuntirilgan bo'lsa-mu oxirida yana shu texnik diqqat qilishimiz uchun pasiflikniki ko'rinishlari, pasif dindarlikniki ko'rinishlari haqida biroz gap qilib tugatgan bo'lsak. Pasif dindarlikning ko'rinishlari yoki misollar haqida biroz kengroq bir bekmi keng emas bir misollarni beraylik ham tushunishga bo'lish uchun. Xo'sh. Dinimiz aniq buyurgan ibodatlarni qilmaslik bu pasif dindarlik. Axloqqa rioya qilmaslik gap so'zlarimizda, ish harakatlarimizda, yozmalarımızda bu mu? Pasif dindarlik. Qarindoshlarni tillash, haqoratlash, kamsitish yoki o'zini cho'ng tutish, yoki mutakabbirlik qilish, yoki haqoratlik qilish bu mu? Pasif dindarlikning ifodasi. Shundaqlar gap so'zlarda olsun, elim setimde olsun, ya qaysi bir sohada olsun, saxtpazlik qilish, yolg'onchilik qilish, aldamchilik qilish bu mu? Pasif dindarlikning qatori. Shundaqlar qarindoshlik ro'yiga, adolat ro'yiga va bir mas'uliyat yoki mas'ullik darsi olgan uning ro'yiga rioya qilmaslik bu mu?
amonat zayi qilib o'tganligi e'tibori bilan bu mu passiv dindarlikning qatoridir. Cho'ng gunohlarni yomon ko'rmaslik, kichik gunohdan hech kim saqlanmaydi. Ammo cho'ng gunohlar bor. Kabair deb qaralgan insonni halokat tashlaydi. Buni yomon ko'rmaslik, normal deb qarash, yoki nim bo'libdi deb qarash, bu passiv dindarlikning qatoridir. Shundaqlam jihad kelimasidan qo'rqash, boshqalarning izohati bilan yaxshi ishlarga yetaklash, yomon ishlarni to'sishdan iborat islomning bu prinsipal nuqtalarini yiroqlashtirish o'rinish. Bo'lsa bu jihad degan gap chiqmasa bo'ladi, bu gap deyilmasa bo'ladi deb qarash bu passiv dindarlikning qatoridir. Bu yana bir nuqta borki, qarindoshlar asoslangan bu jihad Qur'on, sunnatda aniq netchilagan dalillar bilan bayon qilingan bo'lg'achqa hech kim buni kechiktirib o'tolmaydi, yo'q qilib o'tolmaydi, o'zgartirib o'tolmaydi. Har qancha bir tersim. Chunki jihad ba'zida tushunib olgandek tar doiradagi bir ish emas. Bu bir musulmon insonningki oxiratda Allohning roziligini erishish uchun islom ko'rsatgan yo'l bilan mangan qadamining har bir qadami niyati to'g'ri bo'lsa, islomni bir butun shumoliy holati sog'lom tushunadigan bo'lsa, bu jihad hisoblanadi. Shuning buni tar doirada, keng doiraga chiqish lazım esladi. Shuni bilan birlikda eskartib deymizki, bu jihad so'zini oshqullikdan tamoman ayirib lazım. Ya'ni oshqullikni tanqidlagan bo'lsak, hargizmi jihadni tanqidlaganlik emas. Jihad qilibsa uni debdi. Jihad qilganing to'g'ri, oshqullik qilganing xato. Masalan, birisini misol qildi. Namoz o'qiydi, ro'za tutmaydi bir inson. O namoz o'qimaydi, namoz o'qidi deb ro'za tutmaganligiga nasihat qilmaydigan ish yo'q. Uni tanqid qilmaydigan ish yo'q. Masalan, bir zakat berdi, o'g'irlik qildi deydi, ya qo'ymichilik qildi. Bu zakat bergandikin deb uning qilmavozligini yoki o'g'irlikni tanqid qilmaydigan ish yo'q. Shunga bu yerda oshqullik deb chiqsalar, jihadni tanqidlab deb qalpoq kaydirish bu dal o'tib ketgan beshamlik yoki bankushlikdan iboratdir. Xo'sh. Yana bu passivlikning misollardan zulmni yomon ko'rmaslik. Xo'sh. Adolatsizlik va mustamlikaga qarshi chiqmaslik, ya'ni ko'nab qilish yoki uni yomon ko'rmaslik, ya bo'libdi, nimbos bo'lmamni Xitoylar yassaqmi deganda bu ankab qilish bu model eng yuksak darajadagi passiv dindarlikni qatori. Shundan dini qarta, vatan millati qarta bir kishilik musulmonlik majburda ado qilmaslik bo'lma passiv dindarlikning qatoridir hisoblanadi. Yani şeriatni bilmeslik passiv dindarlik. Sen bu şeriatga ishinasan, islom diniga iymon keltirding. Unda bo'lgancha bir 2 oy vaqtingni, 5 oy vaqtingni, bir umr insonga lozim bo'ldigan. Ba'zan narsalar var, ona 2 oy yugunib olgan oldu, yoki 4 yil maktab putkasi tugaydi deydi. Ammo bir inson necha yil yashagan bo'lsa, umrining oxirigacha bilib mangadigan bu dinga bir necha oy vaqtini chiqarib o'rganmaslik, bu passivlikmi, passivlik? İdeyani sağlam tutmaslik yoki buningga bo'chi boshqa ideya aralashib qolib zid keldigan bu mu passivlik. O'zining sağlam yo'lni saqlay olmaganlik uchun. İslam ideyasiga zid keladigan yoki islom ideyasi zid yo'l tutayotgan tashkilotga mansub bo'lish, a'zo bo'lish bu mu passivlikning qatoridir. Sen qanday bo'lib bu islom ideyasi bilan oxiratgacha mangaman, mening yo'lam mush deb turib islom ideyasi zid keladigan bir tashkilotga mansub bo'lsa, qani seninki meydanın kim bo'lishdan qat'iy nazar, ismining bo'lishidan qat'iy nazar tashkilotni. Demak, bir yerga imzo qo'ygan vaqtida qarab imzo qo'yish lozim. Uning falsafasiga, uning nazariyasiga, ideyasi islom uyg'unmi, uyg'un emasmi? Musulmon bo'lsa uyg'unlikdan, musulmon emas ham asta binas bo'laysan o'zingning ishi. Yana bilim ma'rifat olmaslik, tafakkur qilmaslik bu passiv dindarlikning qatori. Belki nim bo'ladi jiqadam savossiz tursa. Savossizlikning o'zi passiv dindarlikdir. Chunki dinimiz dastlab birinchi kundan tortib o'qu dedi. 6 yoshga vaqtcha o'qidi dedi. Ya 30 yosh vaqtcha umringning oxirigacha o'qiysan dedi. Kitib o'qimaslik masalan buning qatorida. Qaysi bir soat bo'lsin. Izlanmaslik, tafakkur qilmaslik bu dal passiv dindarlikning qatori. Garchi u odam 5 namozni masjiddan chiqmaydigan odam bo'lsa-mu, izlanmasa, tafakkur qilmasa, ilim ma'rifat güzdelmese o passivlikning ifodasi. Shundan yana siyoset olsun yoki fikr sohasida olsun, ijtihodiy ko'z qarashga tabi bir masalada bir-birini yomon ko'rish. Bu passiv dindarlikning qatori. Masala emas, siyosiy ko'z qarash masalasi. Biz bo'ladi dedi, biz bo'lmaydi. Buni aniq Qur'on sunnatda
Deli yo'q. Yoki bir fikr masalasi. Ya'ni bu har xil ko'z qarashni qabul qiladigan, hammadan o'zining ko'z qarashi digin bo'lgan bir masala. Siyosiy ko'z qarashning mutlaq ko'p qismida insonlarning ko'z qarashi bir xil chiqmaydi. Prinsipida bir xil yo'q islomda. Xo'sh. Ammo uningki vositalar bo'ladi, yoki tasavvurlar bo'ladi, yoki ma ish millatga foydali, yoki bu ziyonliq deganga o'xshash. Bu ishlarda ijtihodiy masala deb qaralsa, ko'z qarash bir qancha xil bo'lib qolsa, u sababdan bir-birini yomon ko'rash, bir-biri bilan munosabatni uzib o'tish, bir-birisi qalpoq keltirish, dal pasib dendarlikni qatar. İctihad meselesi onun göz karşı özüge sana ama göz karşın özüge. Keskin bir delil olmagan diken senin gerçi 100% doğru olsun bir tarafına kalpak geldiriş. Yapma. Hoş. Belki kullanılan bir de ama oynan tepşi mümkün doğrusunu. Keskin hüccet olmagan meselede kan kosak oluş lazım. Siyasi mesele olsun. Yani dini meseleler bilimsiz durup alimlerden sormay, danvaşlık kılış, yak bilermenlik kılıp oturup çıkıveriş. Bu mu pasif dindarlıkını qatar. Çünkü Kur'an-ı Kerim fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmeydigan bolsan, bilermenlikini qo'y. Mujohiddan olamsan, falsafachan olamsan, yana bijman olamsan, bilermenlikini qo'y so'radi. Ko'p chataqdan yeri buni mishal chiqib. Masalan biz fizikani misol qilaylik. Bir sohada izlanmoqchi. Bu sohani bilamdim, bilmayman, masalan men bilmayman. U vaqtida o'zim kallam kelgan bo'lsa so'zsam, xatolashgan bo'laman. Xatolashmayman. Davğançaq muş meseledeki şeriatning hükmini bayan qilmoqchi bo'lib qolsam, cho'qim fizikchi olimdan mutaxassisdan bir tabi o meselenin hükmini, yani o meselenin xarakterini, tabiatini, tasavvurini bilib, endin biznesi işlep kerak. Başqa sohalik odamlar mayda qilish kerak. U vaqtida ish o'zining joyiga tushgan. Agar unda qilmay, men degan falani deb plan, bilmagan mesele bizdan so'zlagan bo'lsa, bu dal passivlikning ifodasi. Chunki qiyomat kuni har bir masalaga, har bir so'zga hesap birdaşma kim bo'lsin. Yana dinning bir tarafini tutib, bir tarafini olmaslik. Masalan, ibodat tarafi vositasi bizga. Siyoset bilan bizning ishimiz yo'q. Iqtisodiy ishlar bilan ishimiz yo'q. Millatni tashkilotlar bir taraf qilar millat vatandoshlar. Biz faqat shu men oilam bo'lsa bo'ldi degan o'xshash. Bu yerda o'zininki haqqini ado qildi, bolasining haqqini ado qildi, oilasining. Ammo qarindoshining haqqiga kelgan chog'da pasib meydan turilish. Bu mu? Pasib dindarlikni qatardi. Sirtqi ko'rinishga, sirtqi qiyofatni ko'ngil bilib, qalbini isloh qilish, poklash ko'ngil bilmaslik. Bu mu? Pasib dindarlikni qatardi. Yani dinning maqsadlari rioya qilmay, yo'q u Qur'on sunnat unda degan bilan falanaxun manda ketib partiya, manda da'vat deb aniq ko'rsatma bo'lgan masaladimi? Oshqullik bilan yoki pasiflik bilan yo'l tutish bumi? Dal pasiflikning ifodasidan. Bu islomning dunyoviy bir vazifasining borligiga, madaniyat xarakterlik bir vazifasining borligiga rioya qilmaslik bu pasif dindarlikni qatar. Gerçi o inson taqvo bo'lsa-mu, bu islomning dunyoviy din ekanligi ziyon keltiradigan bo'lsa, islomning madaniyat xarakterlik vazifasiga ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, uning qiyg'az ziyon keladi. O o'zining ibodatining o'zanga, taqvoliqning o'zanga. Ammo islomning ko'rsatib ziyon etkazsa, o pasiflik hisoblanadi. Yani bir inson qarab islom faqatlam ishtonni o'chqish kiyib, oddiy saddalam kiyib, boshqalar nima kiysa uning bilan karimiz yo'q, mushtalam yashash lozim. Desa faqat sallam emas bu dunyolik musulmon. Bu 7 qit'a deb qarasak, 7 qit'ada har xil madaniyat kitobi, har xil falsafa kitobi insonlar. Ularning urf-odat o'xshamaydi, madaniyat o'xshamaydi, yanimizdan o'xshamaydi. Ularning islomga zid kelmagan holatga, madaniyatiga, ko'z qarashlarga insof qilish lozim. Demek bu yerda faqat islom mushu deblam, tar doira kirib chingaytib olish, bu keng shariatni tar doirasida boshqalar siqinchilik yaratish, bu zulm qilganlik yoki dinni tushunmaganlik nuqtasidan pasiflik hisoblanadi. Shundaqlab dinning prinsiplariga amal qilayotgan dindor odamlarni zanglik qilish bumi pasiflik hisoblanadi. Xulosalga vaqtimizda kim aqidasini jonliq tutishga, axloqini davomli yaxshilashga sal qarasa, mas'uliyat ruhini unutib qolsa, o'zining musulmonlik mas'uliyatini unutib qolsa, bu dunyoda faqat o'zi bilan emas, boshqalarga bir amr ma'ruf, nahy munkar tariqasi bo'yicha, taqozosi bo'yicha islohot mas'uliyatini unutib qolsa, o'z-o'zidan hisob olish ruhini unutib qolsa, hurlikka, adolatga,
ve taraqqiyot intilish rolini unutib qolsa, bu dal passiv dindor insondir. Faqat o zahiri ibodat masjid kirib olganlar ish bitmaydi. Yani hürlük meselesi var, adalet meselesi var, terakkiyat meselesi. İslam'ın her birisine adalet prensipte qaragan insanın bu dünyaya gelişini mi? Ma dünyanı güllendiriş senin mesuliyetine atıp koygan bir yük var. Biz dünyanı koyup durlar, şu dünyanın qatarı özümüz yaşagan bir vatanni güllendiriş bizning dastlabki mesuliyetimiz. Vastamarukum piyadiga oyatni taqazzasi bo'lish. Agar unda qilmay qolib qolsa, dal passivlik hisoblanadi. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu ayette وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللّٰهِ Allah'ın unutup qalğanlar dek bu. Allah'ın unutup qalğan şeriatning ro'yi bo'yicha mangmaslik, İslamning ko'rsatmasini tutib mangmaslik, o'zining nafsi xohishini oldin o'ringa chiqarish dal bu. Nimani keltirib chiqarsa? Allah'ni unutup qolishga bardi. Allah'ni unutup qalsangiz, Allohim sizni unutup qoldi. Demek Allah'ni unutup qolish nimaning ifodasi? Dal passivlikning ifodasi. Ayet bunu pasif ne demek ifade? Pasık demek ifade. Pasıklığın ifadesi. Bu mağlubiyetin ifadesi. Çok rahmet. Nəhayət tefsili nurgun misallar bilen düşündürüp ötüldü. Allah razı olsun. Rabbim inşallah bu türdeki ahvalga düşüp qalışdan saqlasın bizden qadirlik görmələrimiz. Bugün programı bir şeyde ahırlaştırsak. Anlap öttü qadirli görmələrimiz. Axirdeki bir cümle söz hata düşünülüp qalmasın. Yani Allah'ını unutup qaldı. Allah'ını unutup qalsan, Allah'ını unutup qaldı diyen söz. Rabbim Allah subhanahu hiçbir nəsimizni unutmaydı. Bir yerdeki məqsəd əslində. Sən əgər də Allah'ın buyruqlarına, Allah tələb qılğan bütün əmr fərmanlarına bəca keltirib şu yolda mağmasan, senin Allah'a əminiyyətimizin keçik gündüz Allah'a ihtiyacımız var. Sen Allah'tan bir nəsil qalanda Allah yardım vermeydi, senin nusret vermeydi, seni qollamaydı degəndək məna ega bir yerdə. Ərəb dildə nasullaha fənəsiyə fəənsahum degəndək söz boğalı şekilde işletildi. Rabbim yani demek yani biz bir Müslüman bulu sübtimiz bilen ben bu dine kirdim, ben Müslüman, ben Allah dep itiqat kıldım, peygamberimni peygamber dep iman keltirdim diyen bir Müslüman hayatındaki barlık işlerini meyli dünyalık, meyli ilim sistem her kandak bir gündelik durmuşumuzdaki 24 saat hayatımızdaki bütün çoğun küçük işlerimiz, siyasi hayatımız, barlık hayatımızda bu dinlen, şu biz itiqat kılgan Rabbim deb itiqat kılgan Rabbimiz Allah Subhanahu Taala'nın ki razı bulduğun şekilde mevqa tutup menişimiz, bütün işlerimizi şunun körsetmesiyle uygun kılıp mağalığa vaktimizle andım biz bu dinlen hakiki ağaç güçleri, itiqat kılıgıçları buladaydı Allah'ımız nait misallar bilen düşündürüldü. Bulmasa fakatla ağzımızda ben Müslüman dep kaldıqalığımız Allah'ın tarazisi de uya apıralaydıgan bir emelden mu bulmaslıqından ibaret bir korkunçni, bir xatar aldı dikenlikimizni nait roşan düşünüp ağıl buldu Rabbim inşallah. Bu türdeki hata düşüncelerden, bu hata fikir, iqimlardan zihnimizni pakizlesin. O pakizlaştığın yolu samimilikimiz bilen izdeniş, so'rash, ögünüş, bu dinimizin doğru şekilde düşünüş arkalıklam biz kalbimizni hem imanimizni, zihnimizni bugünkü fitneler bilen to'lgan bu cihanda, bu dünyadaki her xil zehirlik iqimlardan, fikirlerden pakizlayalaydiganligimiz aniq bir mesele. Rabbim inşallah hemmimizni bunun müyesser kılsın. Allah ömür besi aldığımız kaptı görüşükçe aman boğaçlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.